Assalomu alaykum. 2026-yilda Innovator jurnali o'quvchilari uchun ajoyib yangilik. Chunki bu yildan boshlab biz Innovator podkastini yo'lga qo'ydik. Xo'sh, Innovator jurnalining birinchi podkast sonida kim bizning mehmonimiz bo'lishi mumkin? Sizlarni uzoq kuttirmagan holda Innovator jurnalining 2026-yil birinchi sonini venture fondlar faoliyatiga bag'ishlagan edik. Aynan shu sohada malakali mutaxassis bizning bugungi mehmonimiz. G'oyalarni biznesga, orzularni esa investitsiyaga aylantirgan startapchi, ixtirochi Azizbek Qurbonov. Xush kelibsiz. Taklif uchun kattakon rahmat. Juda ham xursand bo'ldim birinchi sonini men bilan yozmoqchi bo'lganingizga. O'zingiz aytdingiz-ku. Endi nima deydi, qadamlar doim barakali bo'lishi kerak. Meni qadam har doim barakali bo'lgan. Shunday bo'lsa nima? Shuncha gapdan keyin 100 ta prosmotr bo'lsa bilmayman qanaqa 100 tada ham baraka bo'lishi mumkin. Shuning uchun hammasi yaxshi. Barakali inson deb eshitdim va siz bilan boshlashni maqsad qildik. Aynan bizning birinchi sonimiz uchun siz eng munosib qahramon deb bildik. Rahmat. Birinchi savolimizni bilasizmi, bolalikdan, yoshlikdan, o'zi yoshsiz-u, shunday savoldan boshlasak. Chunki biz innovatsiyalar, startaplar deganda bu yangi hozir yurtimizga endi kelayotgan sohalardir deb bilamiz. Ko'pincha yoshlar o'z faoliyatini barqaror yo'lga qo'yilgan sohalarda boshlashga harakat qiladi. Siz aynan mana shu sohaga kelishingizga nima turtki bo'lgan? Shu haqda boshlasak degan savoldi. Marhamat. Rahmat. 2018-yil 2017-2018-yil Westminsterda o'qigan vaqtim yotoqxonada yashaganman. Va kechgacha kurs ishlari yozganman. Kechgacha kurs ishlari yozganda och qolganman. Soat 12, 1 kechasi 7-8 da ujin qilgan bo'lsam, har doim och bo'lganman. Endi nimadir pishirish yoqmagan. Har safar ovqat yetkazib berish xizmatlaridan foydalanardim va har safar qanaqadir bir muammo bo'lardi. Yo 1,5 soatda kelardi, yo har safar kelganda kuryer mashinasida kimdir o'tirgan bo'lardi. Tushunardimki, demak yo'lda kimnidir olib, o'sha ovqatimni yetkazib berishga keldi. Shundan keyin biz o'zimiz ovqat yetkazib berish xizmatini boshlaganmiz o'rtoqlarimiz bilan Westda. Shu orqali kirganman bu sohaga. Endi o'sha vaqt venture degan qanaqadir bir mavzular yo'q edi, venture so'zi yo'q edi. Davlat korxonalari venture bilan bog'liq endi ochilayotgandi o'sha vaqt. Shuning uchun pul jalb qilish ham qiyin bo'lgan. 1 yil o'zimiz harakat qilganmiz, uydagilardan qarz olganmiz, do'stlardan pul olganmiz va hokazo olganmizda, lekin baribir o'xshamagan. Sababi o'z yaxshi bilasiz, ventureda investitsiya juda muhim omillardan hisoblanadi. Hozir menimcha bu narsa haqida gaplashamiz. 2018-yilda sekin kirganman. Lekin. Necha yoshda bo'lgansiz 2018-chi? Tak, hozir 8 ayirsak 21 yoshda bo'lganman. Demak, yosh boshlagansiz. Qandaydir nom bilan atalganmi sizning xizmat ko'rsatish? Delivera bo'lgan. Delivera bo'lgan. Angliyadami, qaysidir davlatda Deliveroo degan bir nima deydi, shunaqa agregator bo'lardi. O'shandan ilhomlanib Delivera qilganmiz. Delivery ya'ni yetkazib berish, A esa tipa A klass, eng zo'r va hokazo. Endi studentchilikda juda ehtirosga beriladi. Startapingiz uzoq yashaganmi, yo'q? Endi смотря siz uchun yashash nima degani, men uchun yashash bu ishlayotgan startap. To'g'ri. Biz shu bitta, ikkita yetkazib, o'zimizni programmistlarimiz, razraботчиklarimiz yetkazib berardi. Shuning uchun shunaqa qilib sekin-sekin kirganmiz. Hozir aytdingiz, mana venture fondlar bo'lmagan deb. Ko'pchilikda hozir g'oya bor, lekin g'oyasini amalga oshirish juda ham qiyinchilik tug'diradi, chunki mablag' yotadi buni tagida. Umuman venture fondlari nima? Mana chunki siz ham o'zir venture fondlari moliyalashtirish evaziga qandaydir startaplar yo'lga qo'ygansiz, to'g'rimi? Shunday deb eshitganman ma'lumotlarga asosan shu tayanib aytadigan bo'lsam. Shu haqda bir oddiy tilda shu Innovator jurnali o'quvchilari uchun chiroyli misollar bilan tushuntirib bersangiz. Endi 2018-yilga 8 yil o'tdi, to'g'rimi? 8 yilda vaziyat o'zgardi. Birinchisidan hozir adashmasam O'zbekistonda 10 tacha venture fond bor. Ya'ni venture fond bu startaplarga pul sarmoya kiritadigan kompaniya hisoblanadi.
8 yilda nimalar o'zgardi? Avvalambor 8 yilda o'zgargan narsalardan startaplar soni ko'paydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, biza dunyoga yanada ko'proq ochildik. Uchinchisi, O'rta Osiyo davlatlari venture sohasida va boshqa sohalarda birlashyapti. Qanaqadir bir ko'nikmalarni almashyapmiz. Nafaqat O'rta Osiyo, masalan, Ozarbayjon ham qo'shilgan O'rta Osiyo va Ozarbayjon formatda, даже prezidentlarimiz ham yaqinda uchrashganini bilasiz. Shunda nima bo'ldi? Nima o'zgardi 8 yilda? Birinchidan, ko'p kishi qiziqishni boshladi. Nima uchun? Chunki hammamiz bilamiz, Payme'ni asoschilaridan biri Sarvar Ro'zmatov o'zini ulushini sotdi TBCga. Undan keyin TBC yana Billsni sotib oldi, OLXni sotib oldi. Juda katta exitlar bo'ldi. Exit nima degani? Qachonki startap asoschisi o'zini loyihasini kimgadir sotadi va exit qiladi. Payme eng oxirgi o'sha ulushini exit qilganda kompaniyasining bahosi $100 million ortiq bo'lgan. Bu juda katta pul. O'zi venture shunday ishlaydi. Birinchi qanaqadir katta muvaffaqiyatni ko'rsatish kerak. Katta muvaffaqiyat ko'rsatganingizdan keyin nima bilan shug'ullanishingizdan qat'iy nazar boshqa odamlar qiziqish boshlaydi. Masalan, hozir O'zbekistonda hamma biladigan, ko'p kishi shug'ullanmoqchi bo'lgan ikkita sport turi nima deb savol bersangiz, birinchisi bu boks va shaxmat. Hozir endi futbol ham qo'shildi. Nima uchun? Chunki bizada chempion boksyorlar ko'p. Hozir bilamiz, Sindarov, Abdusattorov va hokazolar jahon chempioni ular masalanda. Va shu haqida ommaviy axborot vositalarida juda ham ko'p gapirilyapti. Shu uchun boksga, keyin shaxmatga hozir Husanov bor bizada himoyachimiz, bilasiz. U haqida ko'p gapirilgandan keyin boshqa odamlar savol berish boshlaydi. Nima bu degan savol beradi, qanday bu bilan shug'ullansa bo'ladi degan savollarni beradi va shu to'g'ri savollarni berish uchun yetarlicha ma'lumot bor. Va O'zbekistonda meni fikrim bo'yicha venture qachon boshlangan? Qachonki Click kompaniyasiga asos solingan. O'sha Click kompaniyasi hammamiz bilamiz, klik qilib yubor deymiz-ku. Payme kompaniyasi asos solingan va ular bittagina kichkina xonada o'tirib loyihalarni yaratganlar, bozorda yo'q narsani yaratganlar. O'sha vaqt venture paydo bo'lgan, lekin yetarlicha pul bo'lmagan. Ana endi hozir bir tomonda venture fondlar bor. Buni investitsion fond deb ataylik. Shu investitsion fondlarda pul bor. Ularning maqsadi juda ham oddiy. Masalan, sizda startap bo'lsa va siz startap asoschisi bo'lsangiz, shu startapga ular pul kiritadi-da, ma'lum bir ulush evaziga va shu ulushni qaysidir bir vaqtdan keyin foyda bilan sotishga harakat qiladi. Venture fondi kazinodagi ruletkada juda tavakkalchiligi yuqori biznes hisoblanadi. Va venture fondlar pul tikayotgan vaqti biladiki, 70% ehtimol bilan ular tikkan pulni hech qachon qaytarib olmaydi. Investitsiya bu investor sizni loyihangizda sizga pul bilan sherik bo'lyapti va tavakkal qilishga rozi bo'lyapti. Demak, investitsiya bu tavakkal degani. Va u sizga pul berayotgan vaqt uni xayolida 3 yildan keyin nimadir o'xshamay qolishi mumkin, to'g'rimi? Bozor to'g'ri kelmay qolishi mumkin, jamoada qanaqadir muammolar bo'lishi mumkin. Shulardan keyin bankrot bo'lsangiz, u sizdan pul talab qilmaydi. Albatta, siz pul to'g'ri ishlatgan bo'lsangiz. Shu uchun qisqacha qilib aytganda, hozir venture bozori rivojlanyapti. O'zbekistonda 600 tadan ko'p startaplar bor. Endi ko'pisi aktiv emas, bu statistika bu. Aktiv bir 30-40 ta startap bor. Nima degani aktiv? Men tushuntiray. Tushuntirib o'tay. Ba'zi davlat ishxonalari keyin naqa qilmasin, chunki ular statistikasiga qarshi chiqib qolishi mumkin bu narsa. Men uchun aktiv nima degani? Bu jamoasi tarqab ketmagan, nima deydi? Bozordagi bor muammoni yechayotgan va savdosi oydan oyga hech bo'lmasa bir 20% oshayotgan kompaniyalar. Bir 30 ta, balkim 40 ta bordir shunaqa kompaniya. Xullas shu. Boya aytgandingiz, shu 10 ta venture fondlari faoliyat yuritmoqda taxminan dedingiz. Biz bilamizki, har xil venture fondlari bor, lekin har bittasini qanday deb o'ylaysiz? Maqsadi har xilmi, ularning maqsadi bittami? Qayerga masalan men startapchimanda qaysi venture fondga borsam ekan deb
o'ylashim mumkinda, qaysi biri to'g'ri keladi, yo yo'nalishlari bormi har bitta venture fond? Endi venture fondgacha borish protsessi haqida ham ozgina gaplashaylik. O'zi startaper venture fondga borishi kerak degan tushuncha yo'q. Nima uchun tushuntiraman? Chunki hozir biz sun'iy intellekt davrida yashayapmiz. Sun'iy intellekt davrida masalan tezda qaysidir produktni bozorga chiqarish unchalik qiyin emas. Rosti. Biz oddiy 2018-yilda Telegram bot qilish uchun ancha vaqtimizni ketkazganmiz. Biz qancha asoschilar urushardik, nima deydi, juda kuchli diskussiya qilardik. Nima uchun? Nima uchun bu feature kech chiqdi? Nima uchun Telegram botimiz ishlamayapti? Hozir bu savollar yo'q. Chunki million xil servislar bor, sun'iy intellektda qurilgan. Kirasiz, prompt yozasiz, menga shunaqa deylik mobil ilova kerak, ana shu vazifani bajaradi va hokazo. Va u sizga qanaqadir bir biza startup dunyosida buni minimum viable product deymiz, shu minimal qanaqadir muammoni yechadigan sizga produkt beradi. Va shu produkt bilan sizni vazifangiz mijozlarga borib, taqdim qilib, shuni sotishga harakat qilish. Albatta, Ilyas Tribulayev degan odam bor. Stanfordda professor. U qiladigan ishi tadqiqot o'tkazadi va tadqiqotlari venture atrofida. Hozirda yakkashoh deymiz. Kompaniyaning bahosi $1 milliard oshsa, yakkashoh, unicorn deymiz. Shu hozirgi dunyodagi bor unicornlarning juda ko'p qismi asos solinganda juda katta pul ko'targan. Venture fondlardan. Lekin bu degani emas, har bir startup asoschisi venture fondga yugurib borishi kerak. Startup asoschisini eng katta qilishi kerak bo'lgan ishi juda oddiy. Bu bozorda real muammoni topish. Chunki 60% startuplar o'lishini sababi bu yo'q muammoni yechmoqchi bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? Ikkita o'rtoq o'tiradi, gaplashadi, birovga ideyasi yoqadi, yoqqandan keyin tezda nimadir yasaydilar, produkt bozorga taqdim qiladilar. Va shu produkt o'zlarining farazlarida, chunki startaperlar kuchli faraz bilan yuradi. Agar ularda kuchli faraz bo'lmaganda startaplar bo'lmasdi. Va bu yaxshi bir tomondan. Shu qaysidir bir faraz qilishida o'ylaydiki, shu produkt real qanaqadir muammoni yechadi deb o'ylaydi. Lekin vaholanki hayotda qarasak, u вообще muammo yo'q. Muammo bo'lsa ham mijozlar yechimi uchun pul to'lashga tayyor emas. Shuning uchun startaper qilishi kerak bo'lgan eng birinchi ish bu real muammoni topish. Real muammoni topgandan keyin uni mijozga sotishga harakat qilish kerak. Keyingina venture fondlar haqida o'ylasa bo'ladi. Ya'ni venture fond bu maqsad bo'lmasligi kerak. Venture fond bu startup rivojlantirish uchun bir qanaqadir bir instrument. Ya'ni hozir yangiliklarni o'qib, O'zbekistonda $200 million ga yaqin venture pullari bor ekan, men nimadir qilishim kerak ekan va hokazo degani yaxshilik bilan tugamaydi. Bilasizmi nima uchun? Chunki u o'sha pulni o'ylab qiladi. To'g'ri. Lekin do'stlar, $100,000 $200,000 $300,000 juda tez tugaydi. Masalan, bizada sug'urta bozor degan nima deydi, loyihamiz bo'lgan, hali ham ishlaydi. Men hozir shug'ullanmayapman bu loyiha bilan. UzVCdan biz pul jalb qilganmiz, $100,000. Juda tez tugagan u pul. Siz o'sha venture fondi sizlar shu startapingizni moliyalashtiradi. Sug'urta bo'yicha sarmoya kiritgan. Sarmoya kiritganda va u pul juda tez tugaydi. Undan keyin yana pul jalb qilganmiz, grantlar yutganmiz va hokazo qilganmiz, lekin pul juda ham tez tugaydi. Shuning uchun startup o'zi pul generatsiya qilish kerak. To'g'ri. O'zi daromad generatsiya qilmasa agar, daromad keltirmasa, siz har safar sarmoya jalb qilishingiz kerak. Har safar 100,000 jalb qildingiz, keyingi etap 500,000, keyin 1 million, 2 million, 3 million va hokazo. Bu hech qachon tugamaydigan proses. Rosti. To'g'ri. O'rtacha bitta startup yakkashoh bo'lishi uchun 6,6 yil vaqt ketadi. Примерно 7 yil vaqt ketadi. Hozir bu narsa tezlashyapti, chunki sun'iy intellekt bor. Lekin o'rtacha hozirgacha bo'lgan yakkashohlar, unicornlar deymiz, 6,5 yil vaqti ketgan. Bu nima degani? Siz startup boshlayotgan vaqtingiz 7 yil mana shu sohaga hayotimni bag'ishlashga men tayyormanmi, yo'qmi degan savol o'zingizga berishingiz kerak. Va ichidan agar siz o'zingizni aldamasangiz, ko'pincha bu savolga javob yo'q bo'ladi. Nima uchun? Chunki sizda kuchli faraz bor, siz o'ylayapsizki, hammasi zo'r, hayot ajoyib, nima deydi, qilish kerak, bosib yuborish kerak deydi-ku. Lekin tajriba shuni ko'rsatadiki,
oson emas. 6-7 yil bitta ish bilan shug'ullanish oson emas. To'g'ri. Oson emas. Sizni endi bilamizki, United Ventures fondini to'g'ri rahbari bo'lgansiz. Endi ko'p tajribaga egasiz. Agar siz shunaqa paytlari qanday startaplarni ko'proq moliyalashtirish to'g'ri deb bilgansiz? Mana o'zingiz tajribangiz bilan bo'lishsangiz. Hozir ham Endi startap hammamiz bilamiz, avvalambor jamoaga pul tikiladi. Lekin jamoani o'zi rostini aytsam kamlik qiladi. Ishlaydigan biznes model bo'lishi kerak, real muammoni yechish kerak va albatta bozor hajmi katta bo'lishi kerak. Juda ko'p startaplarni ko'raman, juda kichkina bozor bilan shug'ullanmoqchi bo'ladi. Juda kichkina bozor, bu nima degani? 10 million dollardan kichkina bozor. Foyda degani. 10 million dollar bozor degan. Bir более-менее pul ishlab bo'ladigan bozor hajmi 100 million dollardan boshlanadi. 100 million dollar. Agar siz kirmoqchi bo'lgan bozor hajmi 100 milliondan kam bo'lsa, kechirasiz, katta ehtimol bilan katta ish qila olmaysiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, katta ehtimol bilan siz yaratayotgan qanaqadir yechim dunyoni boshqa davlatda ham ishlayapti. O'shani o'rganib chiqish kerak. Shuni o'rgangan va o'sha biznes modelni to'g'ri O'zbekistonga adaptatsiya qilib bilgan startaplarga odatda venture fondlar pul beradi. Nima uchun? Chunki chet elda ishlagan qaysidir bir loyiha produkt o'zimizda ishlash ehtimoli kattaroq. Bu bir, ikki va unga pul tikish riski pastroq. Demak, bu ikkinchisi. Uchinchisi, startaplarda yana bir muammo bor. Odatda yoshlar qiladi ko'p narsani. Bizada assotsiatsiya borda, startap teng yoshlar. Unday emas. Butun dunyoda muvaffaqiyatli startaper yoshi 40 yoshidan yuqori bo'ladi. Bu nima uchun? Faqat yoshlar yaratadi deb o'tiradi. Nima uchun? Chunki siz qaysidir bir sohani tushunishingiz uchun, hozir как раз shu narsa haqida o'qiyapman. Juda ko'p nima deydi, maqolalar ham bor. Malcolm Gladwell'ning zo'r kitob bor, Outliers degan, rus tilida geniy outsider. O'sha yerda 10,000 soat qoidasi bor. 10,000 soat ishlash uchun yoki 10,000 soat nimadir bilan shug'ullanish uchun o'rtacha 8-10 yil vaqt ketadi. Ana endi o'ylang, siz 20 yoshda nimadir boshlasangiz, siz 30 yoshgacha 10,000 soat qilishingiz mumkin agar bitta ish bilan shug'ullansangiz. Biza biladigan o'sha Beatles jamoasi, bilasiz, rock jamoasi, boshqa jamoalar, даже Mozart haqida juda ko'p yozadilar. 6 yoshda birinchi nimadirni yaratgan, asarni yaratgan. To'g'ri, 6 yoshda yaratgan. Men 6 yoshda she'r ham yozganda men. Lekin Mozart 21 yoshdan keyin nima deydi, более-менее odamlar uni tanigan va hokazo. Nima demoqchiman? Birinchi nimadir yaratganingiz emas, o'sha birinchi yaratgandan qaysidir bir momentgacha o'sha ish bilan shug'ullanganingiz juda katta rol o'ynaydi. Shunda nima demoqchiman bu gaplarim bilan? Nimadir qilishdan oldin uni tushunish kerak birinchi. Uni tushunishning bir necha xil yo'li bor. Yo o'sha sohada ishlashingiz kerak. Bu bir. Ikki, yoki o'sha sohada ishlaydigan co-founder kerak, ya'ni ham asoschi kerak. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, deylik, siz va co-founderingiz o'sha sohani tushunmaysizlar. Nima qilsa bo'ladi? Mijozni yaxshiroq o'rgansa bo'ladi. Mijoz bilan borib, men bitta tanishim bor, tekstil zavodlar uchun yechim qilgan. Tekstil zavodlarda yashagan ular. Ular hayotda tekstil bilan shug'ullanmagan. 2 yil zavodlarda yashab, har bir jarayonni o'rganib chiqqan. Ana shu har bir jarayonni o'rganib chiqqandan keyin ular mijozni og'rig'ini tushunishni boshlagan. Chunki siz mijozni og'rig'ini qanchalik yaxshi tushunsangiz, shuncha daromad ko'rish ehtimolingiz yuqori bo'ladi. Endi bu 3-yo'l. 4-yo'li ham bor. Deylik, sizda co-founder yo'q, mijozlarni hali yaxshi o'rganmagansiz. Keyingi yo'li maslahatchi topishingiz mumkin. Shu sohada 20-30 yildan beri ishlab yurgan qanaqadir bir maslahatchini jalb qilsangiz bo'ladi. Bu ham zo'r bir yo'li. Startapga maslahatchi yo'llaysiz. Masalan, men jurnalistika bo'yicha nimadir boshlamoqchi bo'lsam, masalan, men sizga yozaman. Nima uchun? Men jurnalistika bilan shug'ullanmaganman. Lekin Xudoga shukr, jurnalistika bilan shug'ullangan, jurnalistlar, ommaviy axborot vositasida ishlaydigan tanishlarim ko'p. Demak, shularga men murojaat qilaman va birinchi bo'lib ulardan boshlayman hammasini. Nima uchun? Chunki sohaga kirishdan oldin soha haqida qanaqadir tushuncha bo'lishi kerak. To'g'ri. Bu bir. Ikki, o'sha sohadagi og'riqni tushunish kerak. Bu juda muhim narsa. Og'riq bo'lmagan joyda daromad yo'q. Shuning uchun daromad qachon bo'ladi? Qachonki siz real muammoni
yechyapsiz va u muammo rostdan ham nima deydi mijozlaringizga zarar, noqulaylik keltiryapti. Chunki atrofga qarasangiz muammo ko'p. Lekin bu degani emas, hamma ham shu muammoni yechimi uchun pul to'lashga tayyor. Shuning uchun eng muhim narsalardan shu. Hozir biz stabil dunyoda yashamayapmiz. Rostini aytishimiz kerak. Dunyo stabil emas, shuning uchun hozir investorlarga juda muhim bir narsalardan biri, siz birinchi kundan bo'lmasa-da tez orada daromadga chiqishingiz kerak. Foydaga emas, daromadga. Bu juda muhim narsa. Ya'ni startapga pul kirishni boshlash kerak. Agar startapga pul kirmasa, demak investorlar aytadi, yo'q, hozir bizdan keyin bitta raund investitsion raund ko'taradi. Raund degani o'sha pul jalb qilish raundi. Keyin yana raund ko'taradi va hokazo, katta ehtimol bilan bular pul ishlay olmasa kerak deydi. Shuning uchun investorlar hozir pragmatik bo'lgan. Hozir o'zimiz O'zbekistondagi venture fondlarga borsangiz, hammasi MRR so'raydi. Monthly recurring revenue, ya'ni har oy qancha daromad ko'ryapsan deydi. Nima uchun? Chunki ular tushunadi, agar daromad bo'lmasa startapda, demak katta ehtimol bilan kerak emas. Bir yoki yaxshi amalga oshira olmayapti asoschilar. O'sha startap yo'lga qo'ya olmagan. Lekin bu degani emas, to'shto faqatgina daromadi borlar venture fonddan pul jalb qilib biladi. Hozir g'oyangiz bo'lsa ham, bizda venture fondlar bor O'zbekistonda. Konkretika, nima deydi, konkretni aytadigan bo'lsam, masalan, Aloqa Ventures bor. Bozorimiz uchun juda katta ishlar qilyapti. Albatta, Yoshlar Ventures bor. Yoshlar Ventures bilan biz yaqindan ishlaymiz. Yoshlar Ventures bilan birgalikda The Art of the Pitch mani kursim bor. Investorlarga qanday pitch qilish, qanday taqdimot qilish bo'yicha 1 oylik intensiv kursim bor va shu Yoshlar Ventures va Yoshlar agentligi bilan biz hamkorlik qilyapmiz. Ular juda ham qo'llab-quvvatlayapti. Venture nima deydi, venture bozori ekosistemadagi o'yinchilarni. Demak, Aloqa Ventures bor, Yoshlar Ventures bor, yana Imkon Ventures bor. Masalan, bozorimizda borib g'oyangizni prezentatsiya qilib, taqdimot qilib, pul jalb qilsangiz bo'ladi. Investitsiya jalb qilsangiz bo'ladi. Lekin u cheklar juda ham kichkina. Masalan, 20 ming bo'lishi mumkin, 30 ming bo'lishi mumkin, 50 ming dollar bo'lishi mumkin va angel investorlar bor. Ya'ni endi g'oya etapida pul center qo'ysa kerak, angel boshqa u. Angel investorlar o'sha C-Space orqali tikadigani bor. C-Space coworkinglarning o'zini angel naqasi bor. Investitsiya sindikat deydi. Angellar yig'ilsa sindikatga aylanadi. Sindikati bor. Undan tashqari angellar o'zi to'g'ridan to'g'ri investitsiya qilishi mumkin. Lekin bitta narsani tushunishingiz kerakda. Siz g'oya etapida 20 ming dollar jalb qilayotgan vaqtingiz kompaniyangiz katta ulushini berib qo'yishingiz mumkin. Lekin siz tezroq o'sishingiz mumkin. Bu har doim siz balansini ushlashingiz kerak. Yo men tezroq o'saman, yoki men sekinroq o'saman, lekin ko'proq menda ulush qoladi. Men katta ulush tarafdori emasman, lekin baribir ulush bu qanaqadir bir strategik instrument deb o'ylayman. Nima uchun? Agar siz boshidan kimgadir 20%, yana kimgadir 20% va hokazo bersangiz, kompaniyangizda kontrol yo'qotib qo'yasiz. To'g'ri. Shu narsani ham har doim inovatga olish kerak. Demak, bozorda hozir shu venture fondlar bor, g'oya etapida pul jalb qilsa bo'ladi. Undan tashqari startaperlarda juda katta imkoniyat bor, inkubatsiyalar bor. Inkubatsion sentrlar bor, akseleratsiya dasturlari bor. Bu yerda startaperlar kerakli ko'nikmalarni oladi va eng muhim narsa startaperga bu network. Ya'ni investor ular umuman bozorda borligi haqida bilishi kerak va B startaperlar, startap asoschilari kerakli mijozlarga to'g'ridan to'g'ri chiqib bilishi kerak. Bu uchun ularda juda ham keng network bo'lishi kerak. Azizbek, to'g'risi venture fondlar faoliyati haqida tanishib, sizning gaplaringizdan shuni bildimki, boshida o'yladimki, daromadga chiqsa, keyin venture fondlar moliyalashtirishni o'ylab ko'radi dedingiz. Lekin hozir g'oya bo'lsa ham venture fondlar ularni moliyalashtirishga tayyor degan bir misollar keltirdingiz. Odamlarni mana shu venture fondlarning faoliyatiniga qandaydir ishontirish va ko'rsatish uchun albatta ularning natijasini ko'rsatishimiz kerak deb o'ylayman birinchi o'rinda. Chunki ular ko'plab startaplarda moliyalashtirilgan, ularni qanday rivojlantirishda katta bir hissa qo'shgan fondlar hisoblanadi. Ana shunday faoliyatida katta rol o'ynagan qanaqa startaplarni bilasiz? Bir ikkita misol keltirsangiz demoqchi edim.
Endi O'zbekistonda hozirgi kungacha adashmayotgan bo'lsam agar 60 tadan ko'p startap pul jalb qilgan venture fondlardan, balki уже 70 ta ham bo'ldi. Bunaqa misol juda ko'p. Masalan, bittasi Bills startapi bor. Kiyim do'konlarini avtomatizatsiyasi bilan shug'ullangan, haligacha shug'ullanadi. Yaqinda TBC Bank sotib oldi Billsni. Masalan, qanaqa kiyim-kechaklarda? Masalan, faraz qiling, siz qaysidir bir do'konga bordingiz va do'konga borganingizdan qaysidir определенный kiyimlarni oldingizda kassaga bordingiz. Kassaga borganingizdan keyin apparati bor-ku, pistoleti bilan urdida, bu bunaqa narx ekan, bu buncha ekan va hokazo dedida, qaysidir tizim orqali pulingizni jalb qildi. Bu nima beradi? O'sha do'kon egalariga avvalambor qancha kiyimdan qancha borligi, nechta borligi, qancha bugun tushum bo'lganligi, skladda nima qancha qolganligi, qaysidir masalan futbolka 10 ta sotilganligi, boshqa kiyim 20 ta sotilganligi haqida ma'lumot beradigan tizim. Shu tizimni 2018-yilda ishlash boshlaganlar, lekin bir 2019-2020 yilda Bills jamoasi hamma asoschilari birinchi bo'lib venture fonddan pul jalb qilib, juda ham jiddiy shug'ullanishni boshlagan. O'zbekistonda hozir aniq naqasi summasi esimda yo'q, bir qismini sotib oldi. Ya'ni hamma asoschillarda hali ham ulushi bor shu startapda. Bu bitta misol, masalan. Ikkinchi misol, Innovator jurnalida chiqqan sizlarda giroy bor, Muhammad Said, masalan. Tilmoch, tahrirchi loyihasi bor. Biz bitta ofisda o'tirganmiz 1 yil, ularning ishlashini ko'rganman va venture masalan ularga ham ancha yordam bergan. Qaysi ma'nodaki, venture puli bilan ular yanada tezroq o'sgan, yanada tezroq rivojlangan. O'zlarida til modellari bor, o'sha modellarni yana rivojlantirgan ular. Juda ham ko'p misollar bor. O'zbekistonda venture fondlardan pul olib rivojlangan, lekin nima deydi? Ana 60 ta deyapman-ku, 60 ta, 70 ta bitta raundda pul tikish juda kam venture. Shu uchun hozir e'tibor bersangiz, yangiliklarni ko'rsangiz, bundan oldin pul tikilgan startaplarga yana pul tikish boshlanadi. Ya'ni 2-chi, 3-chi, 4-chi raundlarda pul tikiladi. Masalan, oddiy o'sha Billsni misolida TBC Bank adashmasam $5 million sotib olgandan keyin investitsiya qilyapti. $5 million masalanda. Yaqinda yana bir nechta сделкалар bo'ldi. $1 million, 700 ming, 750 ming. Yaqinda IT Park Ventures, Aloqa Ventures va hokazolar, Data Track degan o'zimizni O'zbekistondan chiqqanlar Amerikada logistika sohasida startapga $750 ming sarmoya kiritdilar. Bunaqa startaplar ko'p hozir. Endi lekin ikkita yaxshi misolni keltirsa, ikkovi ham juda ham tanish. Haqiqatdan ham kiyim do'konlariga borganimda, hozir tekshirib ko'raman, men uni narxini tekshiryapti deb o'ylardim. Haqiqatdan ham qancha qolgani, qaysi o'lchamdagi qolganini tekshirib berishyapti. Bu juda ham qulay. Boya aytdingiz, inson qaysidir soha bilan shug'ullanishdan oldin ko'proq bilish kerak, o'sha sohani ichida yurish kerak, izlanish kerak. Va eshitishim bo'yicha siz mana venture fondlarda faoliyati bilan yaxshi tanish bo'lgansiz va o'zingizni hozir venture fondingizga asos solmoqchi ekansiz. Shunday. O'sha haqida bir qisqacha bir yana ma'lumot bersangiz, qanaqa venture fondni tashkil qilmoqchisiz? Nimalar qilyapsiz hozir, qanaqa jarayonda? Rahmat savol uchun. Endi United Venturesda men rahbar bo'lganman, $40 million fond, lekin u davlat fondi. Davlat fondi va hozir O'zbekistonda ko'p venture fondlari davlat venture fondlari. Butun dunyoda o'rtacha qilib olganda shunaqa praktika o'zi. Masalan, UzVC ham shu yerda o'tiradi, shu binoda ular ham davlat venture fondi. Nima uchun? Davlat birinchi o'zi tavakkal qilishini ko'rsatib beradi-da, shaxsiy venture fondlarga. Keyin u venture fondlar kirishni boshlaydi va ular bilan ham birgalikda davlat venture fondlari pul tikishni boshlaydi, masalan. Lekin ba'zi bir masalalar borda. Ba'zi venture fondlar faqat pul bilan yordam beradi, ya'ni pul investitsiya kiritadi. Lekin bu har doim ham yetarli emas. Bizning maqsadimiz nima? Venture fondda. Bizning maqsadimiz shundan iboratki, nafaqat investitsiya qilish, balki biz shaxsiy investorlar
pul bizaga bergani uchun, ya'ni o'sha fondga investitsiya qilgani uchun bu venture tilida LP deyiladi, limited partner, ya'ni bizani partnyorlarimiz, investorlar. Ularni har bittasini kompaniyalari bor. Ya'ni biz startapga pul investitsiya qilishdan tashqari bizni investorlar kompaniyalariga dostуп beramiz. Faraz qiling, sizda deylik mehmonxonalar uchun qanaqadir bir avtomatizatsiya yechimi bor. Bizda investorimiz bor, deylik 50 ta mehmonxonasi bor. Va biz sizni to'g'ridan to'g'ri o'sha odam bilan tanishtirib qo'yamizda, siz 50 ta mehmonxonaga sotib biladigan qanaqadir bir potensial mijozga ega bo'lasiz. Ya'ni biz ham pul investitsiya qilamiz. Undan tashqari siz bonus sifatida odamlar bilan tanishtirib, bonus sifatida siz mijozga ega bo'lasiz. Hozir biz qaysi etapda? Hozir biz limited partnerlarga taqdimot qilyapmiz. Bu yerda aytganimda risk juda ham baland venture biznesida. Shuning uchun biz shoshilib, nima deydi, tezroq pul jalb qilib, tezroq uni ishlatish emas maqsadimiz. Bizning maqsadimiz ohistalik bilan dunyoni titratish. Bu meni gapim emas, Nelson Mandela aytgan bu gapni. Ohistalik bilan dunyoni titrat degan, ohistalik bilan sekin-sekin dilbayoru dasbakor deb sekin-sekin investorlar bilan gaplashib, taqdimot qilib, venture ekosistemasini o'rganib, bu nima degani? Bu startaperlar bilan yaqinroq tanishish degani. Shularni o'rganib, yaqinda venture fondimizni faoliyatini boshlaymiz. Va bizni venture fond yana boshqalardan nima farqi bo'ladi? Chek razmeri, chek hajmi kattaroq bo'ladi. Lekin hozir men e'tibor beryapman, boshqa fondlar ham chek hajmini oshiryapti. Chek nima degani? 50 ming, 100 ming emas, 200 ming, 250 ming, 500 ming investitsion cheklar bilan startapga ulushdor bo'lib kirish. Shu etapdaman. Lekin bundan tashqari hozir men qilayotgan ishim bu The Art of the Pitch degan kursim bor. Bu kursning maqsadi juda ham oddiy. Shunday qilishki, siz investor bilan muloqot qilayotgan vaqtingiz, siz aytayotgan gaplar yuragingizdan chiqishi. Va chunki yurakdan chiqqan gaplar investorning yuragiga boradi. Bu uchun siz effektiv taqdimot qilishni o'rganishingiz kerak. Kursimning maqsadi shu. The Art of the Pitch'da hozirgi kungacha 120 kishi, ya'ni 120 ta startap asoschilari shu kursda qatnashdi. Va bu kursning oxirida ular investorga qanday qilib taqdimot qilishni o'rgandilar. Bu kurs nafaqat startap asoschilari uchun kerak. Bu kurs fondlar uchun ham kerak. Nima uchun? Chunki siz venture fondda ishlagan vaqtingiz, venture fondning partnyori bo'lishingiz mumkin, analitika bo'lishingiz mumkin, yoki venture associate degan har xil nima deydi, pozitsiyalar bo'ladi. Siz startap asoschisi bilan gaplashayotgan vaqtingiz, siz bilasizmi nimani xohlaysiz birinchi o'rinda? Uni tushunishni xohlaysiz. Demak, startap asoschisi sizni tilingizda gapirishi kerak. Chunki siz tushunmagan qanaqadir bir loyihaga pul bera olmaysiz. Bu uchun investorlar tilida gapirish kerak. Bu birinchi. Ikkinchi, shunaqa strukturalar borki, butun dunyoda demayman, lekin dunyoning ko'p davlatlarida ishlaydi. Va shu struktura bilan siz investorga taqdimot qilsangiz, investor sizni yaxshiroq tushunadi. Bu ikkinchisi. Va uchinchisi, umuman taqdimot bu investorga borib pul jalb qilish protsessi emas. Taqdimot bu har kunlik proses. Bu gigiyenaday proses. Siz har kuni taqdimot qilasiz, mijozingizga taqdimot qilasiz, hamkoringizga taqdimot qilasiz. Kerak bo'lsa, hamma asoschi jalb qilmoqchi bo'lsangiz, siz uni ko'ndirishingiz kerak. Nima uchun? U hayotini 7 yilini siz bilan bitta xonada, bitta yaxshi startaper tanishim g'ulba deydi, bitta g'ulbada o'tirib 7 yil vaqtini siz bilan nima uchun ketkazishini siz tushuntirib berishingiz kerak unga. Siz uni ishontirishingiz kerak. Agar siz uni ishontira olmasangiz, endi kechirasiz, siz hamma asoschingizni ishontira olmasangiz, katta ehtimol bilan siz mijozingizni ishontira olmaysiz. Agar mijozingiz ishonmasa, katta ehtimol bilan siz investorni ishontira olmaysiz. Shunda muammo nima deydi? Kommunikatsiyada bo'lib qoladi. Chunki kommunikatsiya bu juda ham kuchli instrument. Sizda g'oya bo'lmasa yoki faqat g'oya bo'lsa, daromad bo'lmasa, jamoadoshlar bo'lmasa, ham asoschilar bo'lmasa,
sizni qutqaradigan instrument bu tiliz. Bu kommunikatsiya. Chunki siz investorga borib o'sha g'oyani to'g'ri yetkazib berganingizdan keyin balki u sizga pul tikmaydi, lekin sizni kerakli odam bilan uchrashtiradi. To'g'ri. Chunki investorga bo'ladigan taqdimot har doim ham investitsiya bilan tugashi shart emas. Balki siz do'st bo'lib qolasiz investor bilan. uchun kerak bo'ladi. Da, balki siz do'st bo'lib qolasiz odam bilan. Shuning uchun har doim shu narsani o'ylash kerak. Venture umuman venture emas, har bir soha bu uzun soha. Ya'ni 1 yil, 2 yil da ish bitib nimadir bo'ladigan emas. Hozir masalan siz jurnalistika bilan necha yildan beri shug'ullanasiz? Endi oladigan bo'lsam 17 yildan beri jurnalistman. 17 yildan beri shug'ullanasiz masalanda. 17 yil ichida balki hozir ham nimadir yangi o'rganayotgan nimadirlaringiz bor, ma'lumotlaringiz bor. Ana endi o'ylang, siz 1-2 yilda men tez yutaman, tez nimagadir erishaman degan qanaqadir mindset bo'lsa, agar siz 2 yil ichida erishmasangiz, demotivatsiya bo'ladi. O'xshamadi 2 yilda va hokazo deysiz, lekin ko'p narsa juda ko'p vaqt oladi. Juda ko'p vaqt oladi. Nima qilishingizdan qat'iy nazar, sport bilan shug'ullanasizmi, boshqa narsa bilan shug'ullanasizmi? Men bitta ishxonada ishlaganman. Kuni bo'yi qiladigan ishim, o'zim The Art of the Pitchga qanday kelganman, kursimga. Kuni bilan shug'ullangan ishim faqat prezentatsiya tayyorlardim. 2 yil ishlaganman o'sha kompaniyada. 2 yil faqat prezentatsiya tayyorlardim. Undan keyin sug'urta bozor bilan shug'ullanishni boshladim. 3 yil pasti har kun prezentatsiya tayyorlardim. 5 yil shu nima deydi, ekranimda, shu interfeysda ko'radigan narsam PowerPoint edi. Faqat PowerPoint shriftni u tomonga olib, bu tomonga olib, qanday aytaman, har bitta taqdimotdan keyin feedback yozib olib, bu gapim tushunmadi, bozor bunaqa bo'lish kerak ekan, u ham bunaqa fikr bildirdi, u bilan tanish kerak ekan va hokazo deb faqat shu narsani ustida ishlardim. Shu narsa endi The Art of the Pitchga keldi. Demak, logicheskiy продолжение bo'ldi. A The Art of the Pitch yana nima beradi? The Art of the Pitch men uchun zo'r platforma startup asoschilari bilan tanishish uchun. Chunki har bir venture fondni ikkita vazifasi bor. Venture fondga pul jalb qilish va uni pulni ishlatish. Ishlatish degan investitsiya qilish. Demak, jalb qilish bilan o'zim shug'ullanyapman, lekin menda tushuncha bo'lishi kerak. Xo'p, men deylik определенный n summani jalb qildim. Men kimga beraman u pulni? Ya'ni kimga sarmoya kiritaman? Menda har doim variant bo'lishi kerak. Menda 200 ta, 300 ta variant bo'lishi kerak. Va shu 200 ta, 300 ta variantni o'rgangandan keyin balki 5 ta investitsiyaga aylanadi bu. 6 ta investitsiyaga aylanadi. U uchun menda yetarlicha ma'lumot bo'lishi kerak. Investorni eng katta qo'rquvi bilasizmi? Bu fear of missing out. Ya'ni investor sizga 100 ming AQSh dollar bersa va siz bankrot bo'lsangiz, u 100 ming yo'qotadi. Lekin agar siz juda zo'r narsa qurayotgan bo'lsangiz, katta muammoni topgan bo'lsangiz va shu katta muammoni yechayotgan startapga 100 ming bermagan bo'lsa, lekin u 100 mingga bir necha yildan keyin 10 millionga aylangan bo'lsa, 10 million yo'qotgan bo'ladi. Ya'ni investorning maqsadi har doim bozorda nima bo'layotganini ko'rib turish kerak. Uni radarlari shunaqa ishlashi kerakki, kerakli founder, kerakli o'sha muammoni yechayotgan vaqti, to'g'ri biznes modelini yaratgan vaqti, kerakli bozorga chiqqan vaqti investor u narsa haqida bilishi kerak. Investorda har doim ma'lumot bo'lishi kerak. Shu uchun investorni o'zi qiziqadi startup asoschilari bilan tanish. Bu yerda bunaqa narsa yo'q. Menda pul bor, senda pul yo'q, senda loyiha bor, men teparoqda, sen pastroqda degan yo'q. Hamma teng. Bu ekosistemada hamma teng. Hozir venture fondlarga borsangiz, hech kim sizni kamsitib, nimadir qilmaydi. Ular sizni hurmatingizni joyiga qo'yib, kofega taklif qilib, sizni eshitadi. 1 soat vaqtini investitsiya qiladi, 2 soat vaqtini investitsiya qiladi, kerak bo'lsa yana bir marta ko'rishadi. Lekin bu degani emas, siz ularni vaqti bilan suiiste'mol qilishingiz kerak. Unaqa deyman. Unaqa degani emas. Siz har doim uyga vazifani bajarib borishingiz kerak. Ana shu yerda men katta muammolar ko'raman. Ko'p kishi uyga vazifani bajarmaydi. Masalan, men shu intervyuga kelayotgan vaqtimda uyga vazifani bajarib keldim. Masalanda, bundan oldingi podkastlarda nima haqida gapirganman? Men o'sha gapni qayta so'radingiz. Nima haqida gapiraman deb. Demak, auditoriyamiz kim? Bu nechinchi son, qanaqa formatda chiqadi? Har bitta sizdan oldin men uchrashuvda edim va uyga vazifani bajarib bordim. Demak, men har doim bilishim kerak. Nima haqida gap ketadi?
nimalar bo'lishi mumkin, qaysi ma'lumot menga kerak bo'lib qolishi mumkin. Bu juda ham muhim narsa. Uyga vazifani har doim bajarib borish kerak. Ana endi startap asoschilari uchun uyga vazifa nima degan savolni qo'ysangiz, javob juda ham oddiy. Avvalambor u nima bilan shug'ullanayotganini bilish kerak. Qaysi mijozlarning muammosini yechayotganini bilish kerak. Pitchdagi tayyor bo'lish kerak, o'zi tayyor bo'lish kerak, taqdimot qilish kerak. Bu birinchi narsa. Ikkinchi narsa, investorning mandatini bilish kerak. Mandat nima degani? Qancha pul tikadi, qanaqa sohalarga tikadi, saytiga kirish kerak, o'rganish kerak va kim bilan gaplashyapti. Masalan, hozir yoshlar venturesga borsangiz, masalan, Abdulaziz aka degan direktor bor, Yakubov, u kishi o'zlari juda ham ko'p loyiha qilganlar, robototexnika. Innovatorimiz Abdulaziz Yakubov. Da, sizlarda innovator, juda ko'p loyiha qilganlar. Masalan, siz u kishi bilan u kishiga borib pitch qilishdan oldin siz u kishini o'rganib chiqishingiz kerak. Nima bilan shug'ullangan bu odam, qanaqa savollar berishi mumkin, qaysi podkastlarda ishtirok etgan. Xuddi shunaqa intervyu olishdan oldin o'sha inson haqida to'g'ri ma'lumotga ega bo'lish kerak. Bilasizmi, qaysi sohada ishlashingizdan qat'iy nazar baza bir xil. Bu odamlar bilan quriladigan muloqot. Shu muloqotga har doim tayyor bo'lish kerak. Bu juda ham muhim narsa. To'g'ri. Siz butun muloqot siz haqingizda emas, odam haqida bo'ladi. Ya'ni agar siz muloqotni shunaqa qursangizki, muloqot siz atrofingizda bo'lsa, masalanda, katta ehtimol bilan u odamga bu muloqot qiziq bo'lmaydi. Ko'p odamga nima qiziq? O'zi haqidagi muloqot qiziq. Hozir Azizbek Qurbonov bizga juda ham qiziqarli ma'lumotlarni berdilar. O'ylaymanki, Azizbek, siz aytdingiz-ku, buni startaplarni qayerdan topamiz deganingizda xayolimga keldi. Startaplarni innovator jurnalidan topsangiz ham bo'ladi. Albatta. Chunki to'g'risi hozir innovator jurnali o'zi matbuot hamisha odamlarni fikrlarini, ularning muammolarini tepaga yetkazib beradigan 4-hokimiyati. Bezizga aytmagan. Hozir shu innovator jurnali ham mana shunday ixtirochilarni, innovatorlarni qandaydir yuzaga kelayotgan muammolarni yetkazib berish uchun xizmat qilyapti yuqoriga. Aynan ularda mana shu g'oya bor, qayerga olib borsam ekan yoki MVP bor, kimga ko'rsatsam ekan degan shu muammolar ularni ko'proq o'ylantiradi. Aynan hozir siz bilan bo'lgan suhbatda men o'zim uchun ham qandaydir yechim topyapman va innovatorlarim uchun ham bu juda ham muhim bo'ladi bu suhbatimiz deb o'ylayman. Keyin boya aytyapsiz-ku, shoshma-shosharlik, shoshqaloqlik bo'ladi deb. Chunki haqiqatan ham yoshlarning qoni qaynagan, tezroq daromad olishga harakat qiladi, tezroq daromadga chiqishga harakat qiladi. Sizni, masalan, siz ham yoshsiz, siz ham ko'p loyihalar qilganman deysiz. Sizni hayotingiz ham shunaqa startaplar olamida qandaydir xatoliklarga yo'l qo'ygan paytlaringiz bo'lganmi? Bir yoshlarga как o'rnak sifatida, yoshlarga o'rnak sifatida bir misollar keltirib bersangiz, yanada yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Albatta, endi hamma xato qiladi. Har xil xatolar bor. Yo'q, har xil xatolar qilganmiz. Birinchi qilgan xatomiz menimcha o'sha nima bilan shug'ullanishimizdan qat'iy nazar, biza juda ham byudjetni, o'sha loyihani amalga oshirish byudjetini juda kichkina hisoblaganmiz. Masalan, 100 ming hisoblaganmiz, 200 ming hisoblaganmiz. Vaholanki 1 million, 2 million kerak bo'lgan. Masalan, hisoblash ovqat yetkazib berishda, deliverada biz o'ylaganmiz 100 ming bo'lsa agar bozorni egallaymiz deb o'ylaganmiz. Va keyin ancha tajribaga ega bo'lgandan keyin o'ylab qarasak 100 ming emas, 1 million kerak bo'lgan ekan. Va bizaga o'sha vaqt pul bermagan investorlarni yoniga borib telefon qilib tashakkur deganman. Nima uchun? Chunki 100 ming berganda edi, to'g'ri biz tajriba olardik, u ham tajriba olardi, lekin biz faqat tajriba olardik va u pulni yo'qotib qo'yardi. Shu uchun men rahmat deganman, kattakon pul bermaganingiz uchun, sababi men xato hisoblaganman deganman. Bu birinchi narsa bo'lgan. Ikkinchi narsa, ikkinchi moment xatomiz, hozir ham ko'p kuzataman, birinchi produktni yasab, keyin uni sotishga harakat qilish. Bu katta xato. Nima uchun? Birinchi yo'q produktni sotib ko'rish kerak. Mijozga borib, ana shunaqa produkt yasadim yoki yasayapman. Siz pul to'lashga tayyormisiz? U ha, yasagin, keyin va hokazo desa, bu javob emas bu. Nima javob? Shartnomani ber, qayerga pul ko'chiray? Qanday pul to'lay? Shu siz javobni olganingizdan keyin sizda tushuncha bo'lishi mumkin. Ha, men mijozimni real muammosini yechyapman. Chunki agar u real muammo bo'lmaganda edi, u menga pul to'lamasdi. Demak, bu ikkinchi narsa. Uchinchi narsa,
Yechimni faqat O'zbekiston bozoriga yo'naltirish. Chunki dunyoda davlat ko'p. AQSh bozori juda katta, Osiyo bozori juda ham katta. Faqat O'zbekiston uchun qanaqadir yechim qilmaslik. To'g'ri. Chet davlatlarni ham o'ylash, chet bozorlarni ham o'ylash. U uchun sayohat qilish kerak. Sayohat qilish kerak, juda ko'p konferensiyalar bor. Har yili konferensiyalar bo'ladi. Masalan, Yoshlar Ventures'da zo'r bir programma bor. Siz chet el o'sha konferensiyalarga borib kelgan bo'lsangiz, ma'lum bir qismini qoplab beradi. Masalanda, bu juda ham zo'r programma. Imtiyozlar bor. Konferensiyada ishtirok etasiz va hokazo qilasiz. Shunaqa programmalar nima qiladi? Qanot beradi. Ya'ni sizda qanaqadir bir g'oya bor va siz ko'rmoqchisiz chet davlatda qanday amalga oshirilgan, asoschilari bilan tanishmoqchisiz. Mana sizga shuncha masalan imkoniyatda shu narsalarni qilsa bo'ladi. Keyin do'stlar, hozir ChatGPT bor, Claude bor. Hozir to'g'ri savol berib, hammasi to'g'ri savol berib, to'g'ri prompt yozib, qanaqadir bir savollarga javobini olish mumkin. Avval qanday qilinardi? Endi avval deya olmayman, 29 yoshdaman. Biz student bo'lgan vaqt Google'da yozardik. Google'da bilasiz, juda qisqa yozish kerak. Qancha ko'p yozsangiz, shuncha kam variant chiqadi. Google'ga to'g'ri savol berish bu san'at edi. Hozir ChatGPT'ga siz to'liq bo'lmasa ham gap yozsangiz, qandaydir sizga javob beradi. To'g'ri. Google'da unaqa emas edi. Google'dan oldin undan ham qiyin edi. Odamlar arxiv, bibliotekaga borgan. Masalanda, undan oldin yanada qiyin bo'lgan. Avvali Ibn Sinoni qaysidir bir naqasini o'qigandim. O'sha Buxoro xonini kutubxonasiga kirish orzu qilgan. Nima uchun? O'sha yerdagi kitoblarga dostуп olish uchun. Masalanda, biza nima orzu qilyapmiz hozir? Bizda hamma narsa bor, YouTube bor, hammada smartfon bor, to'g'rimi? Internet bor, hozir telefon bor, internet bor. Demak, как minimum 90% masalani yechgansiz. Masalan, yaqinda startup asoschilar uchun juda ham полезный bir videolar oldik. Yaqinda chiqaramiz 20 ta. Bepul YouTube'da chiqaramiz. Biz ham ulashamiz. Da. Chiqaramiz. Mobilograf oldida. Mobilografdan yoshini so'rasam 18 mi 19 ekan. Masalanda, men 18-19 yoshimda unaqa ish bo'lmagan. Mobilograf degan bo'lmagan. Yangi sohalar hozir rivojlanyapti. Juda ko'p sohalar bor. Telefoningiz bor, to'g'ri videoga olib bilasiz, to'g'ri svetni qo'yib bilasiz. Уже san'at bu. Nima uchun? Chunki matn o'zingiz bilasiz, video formatga o'tyapti. O'zingiz ham aytdingiz, innovator o'sha birinchi sonida, shu intervyu chiqadiganda, demak, ham matn bo'ladi, ham QR kod orqali videoga o'tish mumkin. Bu nima degani? Bu gibrid formatlar paydo bo'lyapti. Masalan, yaqinda video oldik, mobilografimiz 18-19 yosh. Mobilograf umuman kasbi bo'lmaganda, masalan, men 18 yoshda bo'lgan vaqtim esimda, 18 yoshda, men 18 yoshda bo'lgan vaqtim. Siz 18 yoshda ovqat tarqatish xizmatini yo'lga qo'yganingizni aytdingiz. Yo'q. Yo 20 yoshda dedingiz. 21 da edi. 21 da. 18 yoshda, endi 18 17-18 yoshda men Counter Strike o'ynab yurardim borlar bilan. Masalanda, gaming bilan shug'ullanardik biz, o'zimizni jamoamiz bor edi. Hozir yangi kasblar, yangi formatlar paydo bo'lgan. Shuning uchun telefon va internet bo'lishi уже 90% ga qaysidir bir muammolarni yechyapti va shuni ustida nimadir qursa bo'ladi. O'zingiz aytdingiz, birinchi soni innovatorda gibridniy format bo'ladi. Ham jurnalda matn bo'ladi, ham QR orqali unaqaga o'tsa bo'ladi, videoga o'tsa bo'ladi dedingiz. Yangi formatlar paydo bo'lyapti, bu degani yangi kasblar paydo bo'lyapti, yangi imkoniyatlar paydo bo'lyapti. O'zi butun dunyoda eng katta pullar xaos vaqti, noaniqlik vaqti ishlanadi. Shuning uchun atrofda qancha noaniqlik bo'lsa, shuncha bir tomondan yaxshi, bir tomondan yomon albatta, lekin bir tomondan yaxshi. Shuning uchun hozir biz qaysidir bir ma'noda dunyo agar miqyosida aytadigan bo'lsak, noaniqlikda yashayapmiz, lekin bu narsaga ham qanaqadir bir qo'rqinchli tomondan qarasa bo'ladi, qo'rquv tomondan qarasa bo'ladi yoki imkoniyat tomondan qarasa bo'ladi. Men optimistman bu hayotda va men albatta imkoniyat tomonidan qarayapman. Shuning uchun biza, meni fikrimcha, o'sha Alisher Navoiy menimcha aytgan, biz qayerdan bilibmiz, nima deydi, barvaqt dunyoga kelibmizmi degan gap bor. Menimcha Alisher Navoiy aytgan.
Biza hozir eng zo'r vaqtda Zo'r yashayapmiz. davrda Eng zo'r davrda yashayapmiz. Bu bizani davrimiz. Faqat harakat qilishimiz imkoniyatlardan kerak. to'g'ri foydalanish kerak. Da, oqilona. endi bu bitta narsani tushunish kerakda, bu imkoniyat hammada bor. Siz qilmasangiz kimdir qiladi. To'g'ri. Ha, siz qilmasangiz kursdoshingiz qiladi, sinfdoshingiz qiladi, o'rtog'ingiz qiladi va hokazo. Bu qaysidir bir ma'noda konkurensiya. Har bir kursdoshingiz, har Lekin bir raqobat sinfdoshingiz. juda kuchli hozir. Imkoniyat ham juda ko'p shunga Da. yarasha. Faqat ozgina harakat. Raqobat bo'lmasa, bilasizmi, biz hammamiz uyda maza qilib televizor ko'rardik. Raqobat bo'lishi kerak. Bizga qanaqadir tashqi motivatsiya bu raqobat. Shuning uchun shu. Hozir Azizbek podkastga kelganingizda qo'lingizda bir kitob bilan keldingiz. Da. Suhbatimiz davomida ham juda ko'p kitoblardan sitatalar deydi-yu, shu mashhur insonlarni gaplaridan keltirdingiz va o'zingizni kutubxonangiz borligini aytdingiz. Qanaqa kutubxonangiz, nechta kitobingiz bor? Shunga ham qiziqdim. Endi qarang, bizda ikkita kutubxona bor. Men o'zim shaxsiy kutubxonam haqida gapiradigan bo'lsak, yashaydigan uyimda endi bilmayman, bir 40 tadir 50 ta kitoblar bor. Hammasini o'zim sotib olganman yo sovg'a qilganlar. Ko'bisi ingliz tilida. Nima uchun? Chunki mualliflar ingliz tilida yozgan bu kitobni va o'zi yozilgan tilda baribir o'qish yaxshiroq. O'zingiz bilasiz, jurnalist sifatida birinchi manbaga har doim bunaqa qilish kerak, intilish kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Buxoroda juda katta bizning kutubxonamiz bo'lardi, bobomning kutubxonalari. Juda ko'p kitobni Buxoro davlat universitetiga, boshqa universitetlarga va hokazolarga boshqa kitob kerak, ya'ni yoki bilim ulashadigan qanaqadir bir markazlarga sovg'a qilganmiz. Shunchalik ko'p kitobimiz bo'lgan. Hali ham bor uyimizda juda ham ko'p ensiklopediyalarimiz bor, yoshlikdan bo'lgan, bobomning o'zlari yaxshi ko'radigan kitoblari bor, o'zlari bir nechtalab kitob yozganlar. Siz doimo qalbimizdasiz degan kitoblari bor. 2 tomda adashmasam chiqqan. Hozir ChatGPT paydo bo'lgan-ku. Kitob o'qish ham ko'paygan, ham kamaygan. Masalan, Magic Cityda yurgandim, oilam bilan chiqib turaman. Toshkentda Magic City degan joy bor. Biz ham bor edik, kutubxonalar juda chiroyli. Kitob magazini ochilgan. Bilaman, ko'rdim. Kosmonavtmanda yaxshi ko'raman. Kitob rastasi bor, undan tashqari kitob magazinlari ochilgan. Do'konlarni juda ham aylanishni yoqtiraman men ham. Hozir bitta tendensiyani men ko'rdim, Buxoroda ham, boshqa joylarda ham. Kitob magazinlari ichida odamlar yurib, kitob sotib olyapti, kitob o'qiyapti. Lekin bir tomonda ChatGPT kitob o'qish qaysidir bir ma'noda motivatsiyasini tushiryapti. Nima uchun? Chunki sizga kerakli ma'lumotni va xuddi bir o'zi o'qiganda sizga sintez qilib beryapti. Ya'ni miyangizda bo'lish kerak bo'lgan qaysidir bir jarayonlar siz outsource qilyapsiz ChatGPT ga. Bu yaxshi emas. Nima uchun? Chunki siz faqat kerakli joyini olyapsiz-da. To'g'ri. O'zingiz xulosa qilmayapsiz. Xulosani undan so'rab olyapti. Da, xulosa juda muhim narsa. To'xtatib. Sizni miyangiz sintez qilish kerak. To'g'ri. Shuning uchun men kitob o'qishga harakat qilaman. 80% o'qigan kitoblarimni kontenti esimda yo'q. Nima haqidaligi esimda bor, lekin kontenti esimda yo'q. Bu normal holat. Chunki men o'qiyotgan vaqtim u baribir menga ta'sir qilgan, baribir meni fikrlashimga ta'sir qilgan, qaysidir bir ma'noda sintez qilishimga ham ta'sir qilgan. Shuning uchun shunaqa bo'lib turadi. Menda lekin kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Ko'pincha biznes yo'nalishida o'qiyman. Biznes yo'nalishida o'qiyman va har doim uyimda 4-5 ta qo'shimcha kitob turgan bo'ladi. Ba'zida shu o'qimagan kitoblarim turgan vaqtda yana bir 2-3 ta kitob olgan vaqtim o'qimagan kitoblarim yig'lashni boshlaydi. Nima uchun? Chunki ular kutdi meni shunchaki. Qaysidir bir yarim yil kutdi, qaysidir bir 9 oy kutdi. Va men olaman-da, kimdir sovg'a qiladi kitob. O'shanga o'tib ketaman. Yaqinda shunaqa bo'ldi. Lekin nima deydi? Kitob o'qishda maza qilamiz. Kelganda ham kitob o'qib keldim. Hozir borganda ham o'qiyman. Hozir o'qiyotgan kitobim hammaga maslahat beraman. Outliers degan kitob, Malcolm Gladwellning kitobi, zo'r kitob. Aynan startap asoschilari o'qish kerak, chunki aynan geniylar haqida, boshqalardan ajralib turadigan shaxslar haqida va o'sha shaxslar ajralib turadigan shaxs etapigacha chiqishgacha nimalar qilganligi haqida yozilgan. Bu avtobiografiya va hokazo juda zo'r kitob. Hammaga maslahat beraman. Shu kitob juda zo'r instrument men uchun. Undan tashqari podkastlarni ko'raman. Original tilda harakat qilaman ko'rishga va yangi odamlar bilan gapirishni yaxshi ko'raman, chunki ham founder uchun, ham investor uchun network juda ham katta rol o'ynaydi va
nafaqat mani fikrlarimni qo'llab-quvvatlaydigan, balki mani fikrlarimga qarshi fikr beradigan odamlar meni qiziqtiradi. Chunki ular menga qarshi fikr berayotgan vaqti mani miyam ishlashi, tahlil boshlanadi. Nima uchun, qanday, men nima deb o'ylayman va hokazo savol-javob protsessi boshlanadi va savol-javob protsessi odamni kuchaytiradi. To'g'ri. Biz ham podkastimizga kelayotganda sizni taklif qilamiz. Qanday o'ylar kechdi xayolingizdan? Taklif qilganingizda Innovator jurnali birinchi podkast siz bilan bo'ladi degan, chunki ko'p ko'rar ekansiz, tahlil qilar ekansiz, kuzatar ekansiz. Innovator jurnali deganda endi men birinchi bo'lib o'sha The Art of the Pitch kursimda o'tamanda, har bir taqdimotda 4 ta struktura bor, 4 ta komponent bor. Birinchi komponent bu maqsad. Men kelayotgan vaqtim nima maqsad bilan kelishimni bilishim kerak. Ikkinchi men bilishim kerak bo'lgan narsa, men qaysi auditoriya bilan muloqot qilyapman. Bu ikkinchi narsa. Uchinchi narsa, men qaysi formatda shu muloqotni olib boryapman. Va to'rtinchisi, men qaysi momentda gapiryapman. Hozir nima bo'lyapti? Dunyoda nima bo'lyapti? O'zbekistonda nima bo'lyapti? Venture ekotizimida nima bo'lyapti? Men shu narsani bilishim kerak. Va shu uchun shu komponentlar bo'yicha qayerga borishimdan qat'iy nazar men tayyorlanaman. Bugun meni maqsadim juda ham oddiy edi. Venture haqida juda oddiy tilda tushuntirib berish, odamlarni balki qiziqtirish, balki qiziqish bo'lgan odamlarni yana bir qanaqadir qadam qo'yishga undash, fikrimni bildirish, bu ikkinchisi. Va uchinchisi, bizani tomosha qilayotganlarning fikrini olish. Chunki hozir bilasiz, LinkedIn bor. Masalan, LinkedInda, Telegramda va hokazoda istalgan shaxs menga yozishi mumkin. Menga juda ko'p odam yozadi va 90-95% ga javob beraman. Agar savoli bo'lsa, konkret nimadir so'ragan bo'lsa, men o'zim yozib javob beraman. Shunaqa muloqot o'rnatish, muloqot qilish. Nima uchun? Menga qiziq ular nima bilan shug'ullanayotgani, menga qiziq nima uchun aynan shu soha bilan shug'ullanayotgani, qanaqa mijozlar bilan ishlayotgani masalanda, shu narsa menga juda ham qiziq. Va to'rtinchisi, menga qiziq o'zbek tilida kontent ko'payishi. Nima uchun? Chunki biz avvalambor O'zbekistonda hozir venture ekotizimida bizada yangilik ko'p, aytadigan ma'lumotlarimiz bor. Ommaga tarqatish kerak. Da. Shu uchun o'zbek tilida kontent ko'payishiga men zaman va men bilaman qanchalik jurnalni boyitish, uni kerakli keyslarni topish, odamlarni topish qanchalik qiyin ekanligini bilaman. Bir Irmoq degan jurnal bo'lardi. Men yoshlikda o'qirdim shu jurnalni. Adashmasam, yo 11 ta yo 12 ta soni chiqqan. Sotib olardim men bu jurnalni. Keyin yopilib ketgan. Masalan, bilmayman nima uchun yopilgan. Juda krutoy jurnal edi. Juda zo'r jurnal edi. Bilasizmi? Onlaynda qanday qilib hidni yuborsa bo'ladi. Suvdan qanday quruq chiqsa bo'ladi. Shu narsalar haqida juda zo'r maqolalar bo'lardi Irmoq jurnalida. Va o'shandan keyin qaysidir bir jurnal keling, bir hamkorlik qilamiz desam, har doim ochiqman. Nima uchun? Kontent bo'lishi kerak. To'g'ri. Biz o'ylaymiz, masalan, siz aytdingiz, bir necha mingta chiqadi dedingiz-ku jurnal. Bir necha mingta o'sha jurnalni 10 mingta odam o'qishi mumkin. To'g'ri. To'g'rimi? Bitta jurnal masalan bitta oilaga bitta kirsa, 10 ta odam agar yashasa? Da, masalan, men aytdim, u kuni bitta universitetga bordim, turgan ekan jurnal. U universitetga qancha odam boradi? Rektor qabuliga, masalanda. Qancha odam ko'radi, qiziqadi, o'qiydi, qanaqadir bir yangi yuzlarni, chehralarni ko'radi. 2015, 2016, 17-yillarda menimcha bitta narsa jig'imga juda ham tegardi-da. Hamma intervyular faqat bir xil odamlardan olinardi. Ya'ni startap va biznes sohasida. Men har doim o'zimga savol berardim. Nima boshqa odam yo'qmi bozorda? Nima uchun butun 90% intervyuni 5 kishi beryapti-da, masalan. Men ularga qarshiligim yo'q, lekin boshqa odamlar ham bor-ku derdim. Va aynan shunaqa jurnallar, podkastlar yangi odamlarni ommaga olib chiqadi. Ko'rsatish kerak. Da. Masalan, bu avvalambor podkastingiz davomli bo'lsin. Yangi qahramonlar kelsin. Shunaqa odamlar bilan tanishish kerak deb o'ylayman, auditoriya. Juda muhim bu narsa. Meni maqsadim shu edi, bugun nimadir ulashish, nimadir yordam berish,
o'zimni ochiqligimni aytish, kimda qanaqadir savol bo'lsa, o'sha savollarga javob berish. Balki potensial startaplar borki, bizni fondimiz pul investitsiya qiladi. Balki men Yoshlar Ventures bilan tanishtiraman. Endi tanishtirish shart emas, Yoshlar Ventures sayti bor, kirib bemalol ariza yuborsa bo'ladi. Boshqa fondlar bilan balki tanishtiraman. Qanaqadir bir yordam beraman. Maqsadim shu mening. Men ham aytgan fikrlaringiz uchun juda katta rahmat. Aynan bizning maqsadimiz ham shu edi. Chunki g'oyalari bor, ishlanmalari bor yoshlarimizga qandaydir bir ko'prik vazifasini, aynan venture fondlari oldida ko'prik vazifasi sifatida yordam berishingiz, nasib bo'lsa o'zingizni faoliyatingizni yo'lga qo'yganingizda shu saralab, mana shu jurnalimizda bor qahramonlarimiz startaplarni saralab qandaydir rivojlantirishda o'z hissangizni qo'shsangiz degan maqsadlarda biz taklif qildik. Rahmat. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Va nasib bo'lsa keyingi podkastlarimizda ham boshlab beramiz. Keyingi podkastlarimizda yana mehmon bo'lib boshqa mavzularda suhbatlashishim nasib etsin. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling.